Rasululloh alayhissalom zino bu qarz olish deganlar. Zino bilan Alloh kambag'al va xor qiladi odamni. Zinokor yolg'onchi bo'ladi. Zinokor xiyonatko'y bo'ladi. Zinokor sotqin bo'ladi. Rasululloh alayhissalom zino bu qarz olish deganlar. Oilangdagi kimdir to'laydi deganlar. Bu qattiq gap bu gap. Xudo saqlasin. Nihoyatda g'ururi bor erkak o'sha hadisni eshitgan sekunddan to'xtatadi. Zino qilmanglar demadi Alloh taolo. Zinoga yaqinlashmanglar. Zino qilish bor va zinoga olib boradigan ishlar ham bor ekanda. Bu qizlar bilan gaplashish, telefonda, hayotda ko'rishish, svidaniya deydi o'zimizda, bog'da ko'rishish, Telegramda tanishish, Instagramda tanishish, Facebookda tanishish, yozishish eng birinchi nazardan boshlanadi. Qaraysizda profilga kirib, gilamdishiga rasm qo'yib olgan bo'ladi, deb ko'rib, chiroyli qiz ekanmi deysiz. Boshlanadi mana shaytonning birinchi o'qi sanchildi siz. Qalbingizga, ko'zingizga birinchi o'qi sanchildi. Alloh subhanahu va taolo sura-i Nurda zinokorlarga beriladigan azobni, hukmini bayon qilayotganda A'udhu billahi minash shaytonir rojim az-zaniyatu vaz-zani deydi. Zinokor ayol va zinokor erkaklar deyapti. Birinchi bu hukmni bayon qilishlikda avval ayolni zikr qilyapti. Zinokor ayol va zinokor erkak deyapti. Nima uchun desa, chunki hayoti dunyoda zinoga birinchi yo'l ochib beradigan kimsa bu ayollardan ekan. Masalan, ko'chada bir ayolga gap otdingiz. Gap otdingiz, shunda sizni betingizga qaradida, "Ey shilqim, yaramas" dedi. Xudo urgan, "Sen meni kim deb o'ylayapsan?" dedi. "Men sen o'ylagan bir fohishaga o'xshaymanmi?" dedi. "Men o'zimni shunchaki bitta shirin gapirsang, o'zimni butun vujudimni seni quchog'ingga qo'yib qo'yadigan bir ahmoqqa o'xshaymanmi? Beting qursin, basharang qursin, bunaqa gapingni onangga qilasan, opangga qilasan, singlingga qilasansa, qaytib o'sha ayolga kim gap otadi? Jur'ati yetadimi? Hech qachon gap otolmaydi, qarashga jur'at qilmaydi. Lekin o'sha bir gap otganda ishva qarashva qilib, tirjayib, tilla tishini ko'rsatib, ko'zini suzib boyaginga yaxshi muomala qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga aytayaptiki ayollariga, "Ey payg'ambarning ayollari, ey payg'ambarning nikohida turgan xotinlar, agar sizlarga deydi bir erkak sizlarga biron bir gap qiladigan bo'lsa, sizlar ularga hech qachon yaxshi shirin muomalada gap qaytarmanglar" deyapti. U sizlardan bir narsani umid qilib qolmasin deyapti. Payg'ambar xotiniga aytayotgan gap bu Allohning kalomidir. Xalqimizda nima degan gap bor? G'unajin ko'zini suzmasa, bo'qa hech qachon ipini uzmaydi degan. Hozir o'sha g'unajinlar ko'zini suzib hamma yog'i haromga qorishtirib tashlayapti. Zino qilib bolasini podyezga tashlab ketayotgan, axlatxonalarga tashlab ketayotgan, tug'uru xonalarda voz kechib ketayotgan ayollar emasmi bu? Yoki bugun o'zbek millatida ayollar shu ishni qilmadi, qilmayapti, bizni millatga tegishli emas deb kim ayta oladi? Yoki erkaklarda oramizda shu ishni qilganlar yo'qmi? Bir marta bo'lsa ham qilayotganlar yo'qmi? Ayoli 50 ming so'm so'rasa, "Ey yaramas, nima buncha pul so'raverasan? Seni ta'ligingni otang pul bilan ko'targanmi?" deymiz. Lekin bir ko'chadagi fohisha hali pul so'ramasdan turib 100 minglab sarf qilyapti. O ko'ngil ochar joylarga, salqin joylarga olib boryapti. Eng zo'r restoranlarga olib borib, ayoliga umrida yedirmagan taomlarni barchasini quyuq suyug'i desertigacha yediryapti. Ayoliga umrida olib bermagan uzuk, tiroz, brasletlarni o'sha fohishaga olib beryapti. Shundoqlar yo'qmi oramizda? Yo qilganlar yo'qmi bu ishni? Qilyapti-ku, bo'lyapti-ku shu narsalar. Bu zino shariati islomiyada shunchalik harom narsaki azizlar, bu insonni nasl nasabini betang qilib tashlaydigan, otasini kim ekanligini bilmasdan o'tib ketadigan holatlar bor. O'shaning uchun Alloh subhanahu va taolo birinchi o'rinda inson naslini pok saqlashligi uchun shariati islomiyada zinoni harom qildi. Bundan qaytardi. Buni qilmanglar ey bandalarim dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga
Arobiy, bir Madinani chekka bir qishlog'ida madaniyat, odob ko'rmagan bir inson keldida, ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, mayli, men siz buyurgan iymonni qabul qiling, siz buyurgan namozni o'qiy, Ramazon ro'zasini tuting, mayli boshqa ahkomlarni ham qiling, lekin menga zinoga ruxsat qilib qo'ying, men nafsimni shu zinodan qondirib turay deb ruxsat so'radi. Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning odatlari bor ediki, har qandoq inson bilan o'zini saviyasida, dunyo qarashiga qarab gaplashing. O'tir mana bu yerga dedilar. O'tirdi. Kim bilan zino qilmoqchisan dedilar. O'zi ko'chalarda bor shunaqa nafs qondirib yuradigan, tanasini sotadigan fohisha ayollar bor dedi. Shular bilan qilaman dedi. Xo'p, o'sha sen zino qilayotgan ayollar, birovni onasi, birovni qizi, birovni singlisi, birovni opasi, birovni kelini. Agarda bir begona inson seni onang bilan, ayoling bilan, singling bilan, opang bilan, qizing bilan, kelining bilan shu ishni qilsa, rozi bo'lasanmi? Xursand bo'larmiding? Baraka top erkak boplabsan deysanmi? Agar shu ishni birov qilsa dedi, menga tegishli, men uni o'ldiraman dedi. O'sha fohishalarni akalari, o'g'illari, otalari seni o'ldirib qo'ymasligi uchun Xudoy taolo shariatda zinoni harom qildi dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda iltamisul ghina fin nikah dedilar. Bu masala farzandlari bor, uylantirishmayapti. Qizlari bor, erga berishmayapti. Nega? Yaxshiroq, yanada yaxshiroq oilalardan kelin va kuyovlar izlashyapti. Lekin aslida payg'ambar sollallohu alayhi va sallam nima dedilar? Boylikni nikohdan izlang. Agar ular kambag'al bo'lsalar, Alloh taolo uni o'z fazlidan boy, behojat qilib qo'yur degan oyatni eslang. Shunday oilalarni bilamiz biz. Nikohdan keyin boy badavlat bo'lib ketganlarini Alloh taolo barakali qilib qo'yganini. Shunday oilalarni bilamiz. Oilalari ajrashganda, buzilgandan keyin xor bo'lganliklarini ko'ramiz. Bugungi kunda agar o'g'illarimiz, yigitlarimiz, qizlarimiz bo'yi yetib qolgan bo'lsa, otalar, bobolar tezlashtiring. Mana bugungi kunda mana 18 yoshdan keyin ruxsat bo'ladigan bo'lsa, birodar tezlashtiring. Nega? Agar uni vaqtini kuttirib, o'sha vaqt orasida farzandlarimiz qaysidir gunoh ishni qiladigan bo'lsa, ota yoki bobo, buvi, ona javob beradi. Mas'ullar javob beradi. Shuning uchun siz to'y qilish uchun vaqtni kechiktirib dabdaba bo'lishi uchun kerak emas u dabdabalar. Bugungi kunda ahvolimiz og'irroq bo'lsa, birodar, nikohdan keyin Alloh taolo o'zining fazlidan behojat qilib qo'yadi. Nega uylanish masalalari bugungi kunda yoshlarimizga kechikib boryapti va kechikish arafasida qiyin bo'lib boryapti? Masala shunda, iltamisul ghina fin nikah. Sizlar nikoh bilan boylikni talab qiling. Bugun bu hadisni teskarisi ham bor. Nikoh bilan odam boy bo'lsa, zino bilan Alloh kambag'al va xor qiladi odamni. Demak, vaqtni kechiktirishlik, ko'z zinosi, fikr bilan yoki boshqa masalalar bilan, zino bilan odam kundan kunga kambag'al va xor bo'lib borishligi masalalarini biz bugun hayotda juda ko'p ko'ryapmiz. Bugungi kunda katta imkoniyatli insonlarni zino bilan xor bo'lishliklari, zino sababidan ular kambag'al bo'lib qolishliklari va yechimni boshqa joydan qidirayotganliklarini bugun ko'ryapmiz. Yo'q, siz zinodan ko'ravering. Bir zino insonni xor va kambag'al bo'lishligiga yetarli. Siz boshqa joydan tijoratda xato qilib qo'ydik, bugun omadimiz kelmadi deb o'ziga bahonalar qiladi. Yo'q, unaqa bahonalar qilmang. Ehtiyot bo'ling. Zinokor yolg'onchi bo'ladi. Zinokor xiyonatko'y bo'ladi. Zinokor sotqin bo'ladi. Zinokor hayosiz bo'ladi. Zinokor inson qo'rqoq bo'ladi. Zinokor odamda dayus bo'ladi. Zinokorda erkalik sifat qolmaydi. Nima sababdan desa, ayolini aldayapti, o'zini aldayapti,
hamma tupurib ketgan yerga borib turib, o'sha odam bilan zino qilayotgan, bunda g'urur yo'q. Bu zinokorda erkakchilik yo'q. Bu zinokor yolg'onchi bo'ladi. Zinokor dayus bo'ladi. Zinokor bomdod namoziga tura olmaydi. Zinokor ibodatlardan uzoq bo'ladi, iymoni zaif bo'ladi. La yazni zani hina yazi wa huwa mu'min. Zinokor zino qilayotganda mu'min bo'lmaydi deyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zinokor zino qilayotganda iymon chiqib turadi, zinokor zinosidan so'ngra iymon o'ziga kelishi mumkin deyapti. Agar shu kungacha zino qilingan bo'lsa to'xtatish kerak. Bundan keyin zino qilishlik degan narsaga umuman yaqinlashmash kerak. Chunki Qur'oni Karimda va Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislarida eng qaytarilgan narsa zino. Qiyomatga yaqin mo'min musulmonlar ko'chada zino qilayotganlar ko'rib, eng iymon baquvvati sal chekanoq o'tib olsang bo'lmaydimi degandan boshqaga yaramay qoladi deyapti. Payg'ambar alayhissalom xutba qilar ekan, Moizni toshbo'ron bo'lganligi qanaqa gunoh qilganligini esingizdan chiqargizib qo'ymasin. Toshbo'ron bo'lib o'ldi, odamlar ko'rdi, rahmi keldi, shafqati keldi. Nima uchun toshbo'ron bo'lganligi esingizdan chiqib qolmasin. Chunki nima qilgan edi? Moiz bir pokiza muslimani sha'niga, hurmatiga tajovuz qilgan edi. Birodar haqqimi bu? Birodar haqqi. Ana shu muslimani oilasiga tajovuz qildi. Boshqalarda haqqimi bu? Mana shu ayolni eriga, aka-ukasiga, urug'iga tajovuz qildi, hurmatiga. Va oxiri jamiyatga tajovuz qildi. Agar bunday kishi shu qilgan ishi uchun jazolanmaydigan bo'lsa, bu fahsh jamiyat o'rtasida yoyilib ketadi. Masalan, o'sha Moizga rahmi keladigan odam bo'lsa, agar senga qarashli bir ayolni birov shunday qilib zo'rlab zino qilib qo'ysa, talab qilarmiding toshbo'ron qilinsin deb? Qilarmidi? Demak, Moiz roziyallohu anhu bu jazo olganligiga rahmi kelish kerak emas. Chunki adolatli ish bo'ldi va jamiyat shu bilan nima bo'ladi? Tuzaladi. Yana bu ma'siyat ketidan zinodan keyin birodarlar dunyoga valada zino keladi. Benikoh tug'ilgan bola keladi dunyoga. Endi mana shu tug'ilgan bu voqeada bu tushunib ish bo'ldi. Bola tug'ildi. Zinodan tug'ilgan bola umrining oxirigacha mana shu gunohni o'zi qilgan bo'lmasa ham azobini tortib yuradimi? Ona deydi valada zino deyishadi. Onam deydi, o bepadar deydi. Onaning otasi yo'q deydi. Umrining oxirigacha tavba la'natmi bu? Endi mana shu zino agar jazolanmasa, jamiyat orasida yoyilib ketadigan bo'lsa, u orqali tug'iladigan valada zinolarni bir taqdirni o'ylab ko'rmaymizmi? Otasini kimligini tanimagan odam biror bir qizga uylanib, otasi o'sha bo'lib qolishligi, kelindi qizni ham otasi bitta ota bo'lib qolishligi mumkinligini o'ylamaymizmi? Endi mana shu o'rniga yana aytib qo'yaman. Shayx Muhammad Rotib Nabulsi o'zining darslaridan birida shunday deydi. G'arb o'lkalaridan birida bir yigit otasiga kelib, g'arb mamlakatlarida men deydi, dada deydi, falonchiga uylanmoqchiman. Falonchi qizga desa, otasi qarab turib, unga uylanma deydi. Nimaga desa, bu seni siniy bo'lib qolishi mumkin. Oradan qancha vaqt o'tibdi? Bu bo'lgan narsa bu. Bu bo'layotgan narsa bu. Va bundan keyin ham bo'ladi bu narsa. Boshqa qizni yaxshi ko'ribdi, xullas, ko'ringlarda yaxshi ko'rishlik временный narsaligini. Boshqa qizga ish tushibdi, falonchiga uylanmoqchiman desa, otasi qarab turib, unga ham uylanma debdi. Nimaga desa, bu ham seni siniy bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni bemalol fahsh. Fahsh bemalol. Qo'l berib ko'rishlik oddiy bo'lsa, ularda fahsh shunday bo'lib ketgan. Uchinchi qizga borsa ham otasi uchinchi qizni ham shunaqa deydi. Unda kim uylanadi? Onasiga kelib, otasini gapidan shikoyat qilib, onangga borib uylanaman desam, po'kinchiga borib uylanaman desam, u seni siniy bo'lib qolishi mumkin. Uylanma deyapti desa onasi, ha uylanaver deydi. Nimaga desa, sen otangning bolasi emassan. Mana shunday bir fashni oldi birodarlar. Toshbo'ron qilishlik bilan olindi. Nasl nasablar aralashib ketishligi, g'alati zinolarning ko'payishligi, yurtga balo kelishligi, ocharchilik kelishligi, yomg'irda to'xtab qolishligi birodarlar mana shu qilingan fahsh zino sababli bo'ladi. Endi aytinglar-chi, Moiz roziyallohu anhu toshbo'ron bo'linganligi zulm bo'ptimi? U kishining o'ziga ham rahmat bo'ldi va jamiyatga ham rahmat bo'ldi. Hozirgi zamonda ko'rib turibmiz bizga madaniyatdan,
o'zini tushlikdan dars berayotgan xalqlarning holi nima bo'layotganligini.